Assalomu alaykum azizlarim. Ba'zida ayollarga nisbatan u latofatli ayol, bu jozibali ayol deymiz. Aslida bir-biriga ma'nosi judayam yaqin bo'lgan bu so'zlarda qanday farq bor? Joziba bu go'zallikning shunday timsoliki, ya'ni muomala, so'zlash qobiliyati orqali biror bir insonni maftun qilib qolish, ya'ni o'ziga jalb qilish qobiliyati. Latofat esa nafislik, go'zallik. Ya'ni siz u nafisligingiz, go'zalligingizni butun bir tabiatga namoyon qila olishingiz. Bizga ko'pincha ayollik jozibasi, ayollik latofati deyiladi deb aytishadi. Biz hamisha ayollar latofatli, go'zal, jozibali bo'lishga intilishadi. Chunki har bitta ayol uchun latofat, joziba, go'zallik kabi so'zlar bir sinonimday bo'lishi kerak. Inson, ayol o'z ustida ishlab, avvalo uni go'zallikni, jozibani, latofatni his qila olishi kerak. Men ham judayam latofatli, shunaqa go'zal, yaxshi ayol bo'lishni xohlaganman va YouTube'dan ko'pgina o'sha nimalarni, videolarni ko'rdim, ko'pgina audio kitoblarni eshitdim. Shunda xulosaga keldimki, avvalo inson butun bir tabiatdan, butun bir borliqdan, o'zini borlig'idan shukrona keltira olsa, keyin shunday go'zal hislar hamroh bo'lar ekan. Masalan, siz o'zingizni qabul qila olmaysangiz, ko'chaga chiqqaningizda o'ziga qaragan pardozli ayollarni ko'rib yoki o'ta tabiatdan unga go'zallik ato etilgan ayollarni ko'rganingizda o'zingizni noqulay his qila boshlasangiz, demak siz hali latofat yoki o'ziga ishonch darajasiga yetib bormagansiz. Menda ham bunaqa hodisalar ko'p bo'lgan, lekin hozirgi holatimda o'zimni go'zal va o'ziga ishongan ayol deb bilaman. Chunki ichimdan shuni his qilishni o'rgandim, o'zimni qabul qilishni, hatto bir finjon choy ichadigan bo'lsam ham uni boshqacha mehr va hissiyot bilan ichishni o'rgandim. Chunki biz ayolmiz, avvalo har bitta harakatimiz go'zal bo'lishi kerak. Keyin hamma narsani o'zimizga olmasligimizni, bu hayotni shunchaki har kuni bo'ladigan tashvishlariga siqilmasligimiz kerakligini anglab yetdim. Chunki agar biz siqilsak, arzimagan narsalarga asabiylashaversak, bu birinchidan bizning sog'lig'imizga zarar, go'zalligimizga zarar, farzandlarimizni oldida ham bir asabiy, doimo yomon munosabatda bo'ladigan ona sifatida ko'rinib qolamiz. Turmush o'rtog'imizni ko'ziga ham qayoqdagi bir qo'pol, hayotdan maqsadi yo'q, doimo noliydigan ayol sifatida ko'rinib qolamiz. Shuning uchun ham men ko'p narsalarga harakatni emas, faqat go'zallikka harakatni boshladim. Masalan, oldin buni olsam, uni olsam deb moddiy narsalarga ehtiyojim ko'p bo'lsa, hozir ichimda shukrona, borlig'imga, yashash sharoitimga, tashqi qiyofamga, farzandlarimga, hamma narsada ichimga shukrona bor. Choy ichsam ham shu choyni lazzatini his qilib ichaman. Tashqarida shamol essa ham shu shamol yuzlarimga urilganda qanaqadir bir go'zallikni his qilaman. Hayotimdan faqatgina mamnun bo'lib yashashga harakat qilaman. To'g'ri, asabiy holatlar ko'p bo'ladi, depressiyalar bo'ladi, lekin shu depressiyalarga tushganda ham sog'lig'imizni faqat yo'qotganimiz qoladi. Faqat yo'qotish bo'ladi. Hech qachon depressiyaga tushib yo bo'lmasa bir siqilib asabiylashib biror bir narsaga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun ham menimcha har bitta ayol avvalo Xudoni tanisa va Xudo bergan ne'matlarga shukronalik keltira boshlasa, keyin hayoti go'zallashadi deb o'ylayman. Bitta rivoyatni eshitgandim. Hozir aytib bermoqchiman. Ya'ni bir ayol hayotida hech qanday ro'shnolik ko'rmasdan vafot etadi va narigi dunyoga borganda ham unda so'roq savoli og'ir bo'ladi. Shunda bu ayol aytadiki, mening hayotimda juda ham ko'p og'irliklar bo'ldi, Xudojon. Men doimo qiyinchilikda yashadim, shukur qilishga va hayotimni qadriga yetishga mening imkonim bo'lmadi. Nima uchun bu yerda ham menga bunchalik qiyinchilik deydi. Shunda aytiladiki unga, men senga har kuni uying oldida bir dengizni bunyod qilgandim. Sen dengizdan bahra olishni bilmading. Har tongda shabnamlarni, tonggi shamollarni senga yo'naltirdim. Sen ulardan rohatlanishni, shukrona keltirishni bilmading deydi.
Demak, har doim ham bizning hayotimizda bo'ladigan jarayonlardan shukur keltirish, shunda his qilish eng muhimi deb o'ylayman. Shukur, Xudoga shukur deb aytish emas, uni ich-ichingizdan his qilganingizdagina hayotingizda yengilliklar bo'ladi. Baxt va omad hayotingizda hamroh bo'lsin. Doimo shukur qilib, go'zalligingizni his qilib yashang ayollar.